Assalomu alaykum. Ushbu video Samarqand tuman axborot kutubxona markazi tomonidan tayyorlandi. Furqatjon Uzoqov, Turon Fanlar akademiyasi akademigi, Zulfiya xususiy ishlab chiqarish korxonasi rahbari. Videoda Hunarmand xor bo'lmas nomli kitob asosida Furqatjon Uzoqov hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan bibliografik sharh taqdim etiladi. Hunarmand xor bo'lmas kitobi xalq hunarmandchiligi rivojiga munosib hissa qo'shgan inson hayoti, mehnat faoliyati va ijodiy yo'lini yoritishga bag'ishlangan. Furqat aka bilan Hanifa opalar oilasi mahalladagi ibratli, havas qilarli xonadonlardan biri. Ziyoli oilada 4 farzand, 2 o'g'il, 2 qiz voyaga yetdi. Asarda qahramonning hunarga bo'lgan munosabati, mehnatsevarligi va jamiyatdagi o'rni keng yoritilgan. Bibliografik ko'rsatkich mazkur shaxs faoliyatini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Asarda hunarmandchilik an'analari, ustoz-shogird maktabi hamda milliy qadriyatlarimizning davomiyligi alohida e'tirof etilgan. Ushbu bibliografik sharh kitobxonlar, tadqiqotchilar, yoshlar uchun foydali manba hisoblanadi. Hunarmand xor bo'lmas kitobi mehnatga bo'lgan hurmatni oshirishda, milliy hunarmandchilikni targ'ib etishga xizmat qiladi. Samarqand tuman axborot kutubxona markazi tomonidan tayyorlangan ushbu video kitobxonlarni mazkur asar bilan yaqindan tanishishga chorlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.